biznes rivojlantirish bankidan shu Ko'l-Mehriboniy biriktirilgan vakilimiz. Biza Ko'l-Mehriboniyda 7 ta mahalla berilgan. Sarjar, Ko'l-Mehriboniy Sarjar, Uchtepa, Boymurod, keyin Birlik, Shertepa, Navro'z mahallalari yuksalish shunda kimdir qiziqishi bo'lsa, o'zimizda kreditlarimiz bor, biznesga birinchi qadam kreditimiz bor, mahalla loyihasi kreditimiz bor, 60 million so'mgacha, tadbirkorlarga 312 bo'yicha kreditimiz bor, 100 million so'mgacha zalog asosida ajratamiz, 300 million so'mgacha 100 million so'mgacha garov sug'urta, 300 million so'mgacha garov bilan beramiz. 60 millionlik sug'urta asosida beramiz kreditimizni. Tadbirkorlikka, chorvani qanaqadir yo'nalish tikuvchilik, parandachilik, nima yo'nalish bo'yicha bo'lsa, borib joylarni o'zgaramiz, qilib beramiz. Biznesga birinchi qadam degan kreditimiz bor, 17 million so'mgacha u. O'zimizga biriktirilgan mahallalarga 17 million so'mgacha ajratamiz. Bu ham shu tadbirkorlik yo'nalishi bo'yicha. Boshqa mahallalarga bersak, 15 million so'mgacha ajratamiz. Foiz 28%, o'zimizning mahallalarimizga 24% ajratamiz. Keyin 312 bo'yicha kimga qiziqish bo'lsa, yo mahalla loyihasi bo'yicha kimda